Moblarning qobiliyatini tortib ola olaman. Jami hisobda mana bu 8 ta mobdan qobiliyatini tortib olishim mumkin. Maqsadimiz esa barchasining qobiliyatini tortib olish. Tushunarli bo'lsa boshladik. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Xo'sh, mana bunday joyda spam bo'libman. Yonimda qishloq, bu yerda portal qanday omadli spam. Birinchi portalning oldiga boramiz, so'ngra moblarni o'ldirishga otlanamiz. Portalning sandig'ida juda ham kerakli resurslar bor ekan, hattoki 2 ta obsidian ham. Portalning davomini qurib qo'yamiz, chunki blizlarning qobiliyatini olish uchun bizga portal kerak. Endi esa yonimizdagi moblarning qobiliyatini olishga harakat qilamiz. Har bittasining qobiliyatini olish foizi attaga 15 ni tashkil qiladi. Oltmish 7-chi urinish, mana nihoyat birinchisi tushdi. Bu moldek tushdi. Bu aytishcha jon hech qachon ketmaydi. Ketadi, to'la turaveradi, ovqat qorin to'ydirib turadi. Bu degani ovqat kerak emas, umrbod. O'ng tomonni bossa otarkan ham bundan lut tushadimi? Yo'q. Lekin komediya ekan, chiroyli chiqarishdi. Endi mana bunikini olishga harakat qilamiz. Ber, yaxshi. Bunikini ham oldik. Menimcha 3 olaman bu bilan. Qani o'ng tomonni bossa nima bo'lar ekan? U sekin tushadi. Hech qachon tepadan tushsa o'lmayman. O'ng tomonni bossa nima bo'lar ekan? Yo'q, ucharkanman. Endi bunisi bilan lubboy joyga borish juda oson bo'ladi. Let's go, qishloqqa boramiz. Endi golemni anasini olishga harakat qilamiz qobiliyatini. Golem va endermenlardan qobiliyat olish ehtimoli 50% ga teng. Chunki ular to'g'ri topilish qiyin bo'lgan moblar, shu sababdan 50% bo'lsa kerak. Let's go. Qishloqqa ham kelib oldik. Okay, golem nega meni qo'llamayapti? Odatda Minecraftda o'zi yaratgan golem o'zini urmasaydi, lekin bu yerda umuman urmayapti, men yaratmagan golem ham. Mayli, bizga oson bo'ladi. Qani go. Oxirgi zarbalar. Mana nihoyat golemni ham oldik bittada. Bu tahoratning kuchi bu. Okay, nimalar qilib olar ekan? Inventar tursa sila berar ekan. Doimiy sila bu juda ham yaxshi. Ursam buni o'ng tomonida hech narsa bo'lmaydi menimcha. Ursam nima bo'ladi? Yo, ursam uchib ketar ekan tepalikka. Bu ham ancha yaxshilik bildirar, lekin unchalik yoqmadi menga. Mayli, keyingi moblarni olishga harakat qilamiz. Jadvalimizda skelet bor hali, enderman, blaze, creeper va hokazo. Ko'rishda davom etamiz. Bu yerdan ot topib oldim. Otdan ham tushish ehtimoli 15% yo'q, bunisidan tushmadi. Lekin xavotir olmaymiz, bu yerda hali ko'plab otlar bor. Balki ulardan tushar. Undan oldin uxlab olganim ma'qul. Boyagi golemdan tushgan temirlardan resurslar yasab oldim. Ana endi ishimiz ancha oson bo'ladi. Endi otlarning qobiliyatini tortib olsak ham bo'laveradi. Necha marta urish kerak bularni? Yo'q, berdi. Tezlik berar ekan aytish bo'yicha va sakrasa bo'lar ekan, baland sakrar ekan. Sakrash uchun mishkaning o'ng tugmasini bosish kerak ekan. O'zi tushsa nima bo'lar ekan? O'lmasmikanman? Uy, yerni 3 kuch teshib tashlar ekan. Xuddi anarxiyada buldozer kirib bo'ladi-ku, xuddi o'shandek mayn qilishga ideal ekan. Hop. Hattoki toshlar. Menimcha barcha blokni sindira oladi bedrockdan tashqari. Mayn qilishga ideal. Go g'orga tushamiz. U yerda moblar, endermenlar bo'lishi mumkin. Temirni bu bilan olar ekanman. Albatta, qanday emaslik mumkin. Mayn qilishga ideal dedim-ku. Ana endi moblarni qidiramiz. Mana skeletni topdim, buni qobiliyatini olish mumkin. Qani ko'ramiz. Go, o'l qani? Yo'q, bermadi. Hali bu yer katta g'or, juda ko'p moblar bor. Creepernikini olishga harakat qilamiz. Go. Creeperniki ham oldik. Endi buni tekshirib ko'ramiz nimalar qila olar ekan. Creeperning boshi bilan portlata olar ekanman. Endi PvP qilish juda ham oson bo'ladi. Portlat tashlayman bo'ldi. Endi skeletnikini olish kerak. U ham menga juda qiziq nima bo'lar ekan. Mana bu yerda enderman ko'rgandek bo'ldim. Qani? Mana enderman, qo'limga tushding. Bir narsa qilib buni ham o'ldirib oldim, lekin bermadi. Menimcha creeperning boshida o'ldirsa shunday bo'ladi. Qo'l bilan urib o'ldirish kerak edi. Keraksiz narsalarni tashlab yuboramiz.
Qorong'ida yuragim siqilib ketdi. O'zimga night vision berib oldim. Tepaga chiqa oldim. Pastda qiladigan ishimiz qolmadi. Menimcha qorong'i ekan, skeletlarni topib o'ldirish kerak. So'ngra faqatgina skelet, enderman va blazlarnikin qoldi. Let's go. Ha, o'zing narsamni o'zingni o'ldiraman. Yo'q, qolmay qoldi. Skelet yo'qmi ko'chada? Mana skelet. Go. Yo'q qilamiz. Mana nihoyat oldik unikini ham. O nimalar bo'lar ekan? 10 ta o'q deyilgan. Bosib ko'rsak. 10 ta o'q adashmabman. Voy, 10 ta o'qni birdaniga otar ekan. Bu ham juda osonlik tug'diradi menga, tuydiradimi? Partaning oldiga kelib oldik. Hozir yoqamiz. Dabdalasini chiqardim. Endi boshqatdan qurishga to'g'ri keladi. Xullas, obsidianlar bilan yondan yangi portal qurib oldim. Endi esa nezerga otlanamiz, blazlarni qidirishga. Okey. Yomon joyda spam bo'lmadik. Qizil o'rmon. Endi qidirib ko'ramiz. Xullas, shunday ko'tarin kayfiyatda fortressni ham topib oldik. Uncha uzoqda emas, spawn joyimizdan 400-500 blok uzoqlikda. Mana spawnerni ham bittada topdik. Qanday omadliman. Dabdalasini chiqardim. Shundan tushdi, bo'lmasam boshqasini qidiraman. Afsuski bundan tushmadi. Keyingi spawner qidirishga olg'a. Keyingi spawnerni ham topib oldim. Kamida 20 minut qidirdim. Zerikarli jarayon bo'lgani uchun sizlarga ko'rsatmadim. Okey, endi blazer spawn bo'lishini kutamiz va ularni birma-bir qobiliyati bizga o'tgunicha o'ldirishga davom etamiz. Yarim yuragim qoldi. Yaxshi ham bu sigirning kallasi bor ekan. Okey, davom etamiz. Ozgina otujonni kamaytiraylikchi. Ana endi urib bemalol o'ldirsak bo'ladi. Oldim, endi qochish kerak. Bu aniq 15% emas. Zo'rg'a oldim o'zim. Ana endi nimalarga qodirligini tekshirib ko'ramiz. Bu inventar tursa bunday effekt berar ekan. What the hell? Olov otalar ekanmiz. Olovda hech qachon yonmayotsa bemalol olov ota olamiz. Qanday zo'r bu. Hozircha menga eng yoqqanlardan biri shu bo'ldi. Ana endi portalga qaytish kerak. Koordinatasini aytishdi o'zi. Hozir 1 minut ko'rib olaylik. Hop. -2 ga qarshi 35 ekan. Let's go. Lavada cho'milaman. Portalning ham oldiga kelib oldik. Ana endi oddiy olamga boramiz-da. G'orlarga tushib enderman qidiramiz. Bir dona attiga bir dona yo'q qoldi. O'sha endermanni ham qobiliyatiga erisha olsam, keyin missiya bajarilgan bo'ladi. Ko'rishda davom etinglar. Uzoqroqqa boshqa qishloqqa borib, yana portal qurib oldim, balki ko'k o'rmonda paydo bo'larman. Bilmaganlar uchun yerda enderman juda ko'p bo'ladi. Hop. Afsus, yana qizil o'rmon. Undan ko'ra oddiy olamga qaytgan yaxshi. Mana bu yerda g'or bor ekan. Bu yerda enderman bormikan? Shu omadni qaranglar, naq 4 ta enderman bor. Bularning bittasida hech bo'lmasa bir donasida chiqadi. 50% naq endermandan qobiliyatini olish imkoniyatimiz. Okey. Endi ko'ramiz. Ana o'lsangchi, jonini ishda buni. Mana nihoyat endermannikini ham oldik. Menimcha teleport bo'ladi. Bunda hop. Qani enderman kallasini bosib ko'ramiz. Teleport o'g'ri tiqilib qoldi. Xullas, bizda barcha moblarning qobiliyati bor. Mana buncha effektlar bilan bu biz bilan yursam ham Nizert bilan yurgan bilan bir xil. Juda zo'r. Xullas, missiyani bajardik. Bu data pakni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Telegram kanalini bugun ochdim. Yangi obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.